Yo bo'ldi, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan maqsadimgidek Zeydan Uzbekana do'stlar. Qalaysiz do'stlar? Kelish bu videomiz qishloqni yo'q qildimmi degan video bo'ladi. Hammamiz video boshlandi do'stlar. Videoni mazza qilib oxirigacha ko'ringlar. Chunki bu video final bo'ladi. Tak qiz o'yin ekan, mazza o'ynadim. Tak. Esi taqaladimi? Qani ochib ko'raylikchi. Kim u? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kim bo'lasiz? Men kelajak to'g'risiga qo'sningiz men yangi ko'chib keldim. Siz bilan o'rta bo'lmoqchi edim. Mayli, qo'sni biz o'rta bo'lamiz. Bo'lmasa uyim ko'tarsiz, o'rta bo'lamiz de, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti qo'sni. Xo'p, bo'pti. Do'stlar, yangi qo'sni ko'chib kelibdi. Gap yo'q endi. Fermachilikka chiqsamiz kerak. Batekan olamiz va anaqaga chiqamiz. Ya'ni ferma. Okey, davay. Do'stlar, bu videoni ko'pchilik so'ragan uchun davomini chiqaraman. Okey, endi bu yoqdan kartoshkani olishimiz kerak va merga olib beramiz. Kartoshkalarni olamiz, yaxshi. Bitta ham chirgan kartoshka chiqmadi. Bu yaxshi degan do'stlar. Endi bu yoqdan yana ikkinchi qator kartoshkani olamiz va bo'ldi. Mana bundan ikki tasimiz kerak. Va merga olib bersa, u oyligimiz beradi yo bermaydi. Menga oylik ham muhim emas, oylik. Biz sabzilarni olamiz. Sabzilar ham rasam sip-siniq bo'lib pishib ketibdi. Bundan olmasak, aynib qolishi mumkin. O'zi ayniydi, aynimaydi. Unisini bilmadim. Kelish ikki tasimiz sabzilarni va bitta sabzi. Bizda 64 sabzi bo'ldi, lekin buni eksak sal kamayadi. Mayli. Bu yerni ochamiz va yopamiz. Bizga yangi qo'sni ko'chib kelibdi, uyga o'tishim kerak. Meni jonim bilan o'tiribdi uyda. Qayerga qarab o'tiribdi? Mayli. Oldiga boramiz. Tak, janob mer. Da, kelib. Hop, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qalaysan, o'zimizdan sabzini olib keldingmi? Da, olib keldim. O'zingga beraveraymi? Da, o'zingga ber. Mana men sabzi, kartoshka va sabzi. Men ko'p sab qo'yaver. Men o'zgarib qoldim. O'zgargan odamman. Bo'pti. Bo'ldi. Janob mer, kelish oyligini berasizmi? Oylikni ertaga beraman. Maydami, xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, endi xafa bo'laman. Bo'pti, ertaga oyligini beraman. Xo'p, men bo'pti. Xo'p. Mayli, men ketdim. Do'stlar, men ham ancha o'zgarib qolgan. Mayli. Uyimga borishim kerak. Aytgancha men matagan qo'yib chiqsam, mana qo'sniga boramiz. Qo'sni hamcha yaxshi bo'lsa kerak. Mayli. Bu yoqqa telefon qo'yadimi? Men bu yoqqa mana matagani qo'yamiz. Bu yerga qo'yib qo'ysa, ertaga olishga oson bo'ladi. Bo'lmasa qo'sniga ketdimasi. To'g'ri uyda turdi. Mayli. Esing qulflab qo'yamiz, bo'ldi. Endi borsam bo'ladi. Qo'sni uydamikan o'zi? Qani, men uyda ekanman. Mana uni fermasi bo'lsa kerak o'ylashimcha. Hali yig'sirishga ulgurmabdi. Tak, kirish mumkinmi? Da, kiraveringlar. Kim u? Assalomu alaykum. Qo'sni, qalaysiz, suzmisiz, yaxshimisiz? Da, yaxshi. Uyingiz gapi vaqt cho'tka ekan, bitta kitoblaringiz bor ekan. Da, siz uyingiz qanaqa? Uyimga hali kechada ko'rsam bo'ladimi uyimni? Da, bo'ladi. Hozir gaplashib o'tirsak bo'ladimi? Yo'q, qo'sni hozirmi? Vaqtim yo'q edi. Telefonda ancha-muncha ishlarnim ko'p edi. Bo'lmasa qolingizga keldingizmi? Esingni yopmadingiz. Esingni mana yopdimi endi? Endi yopdingiz. Bo'pti, kelajak chiqib keting. Vaqtingiz yo'q ekanda kelasiz. Vaqt topganda kirsangiz bo'lmaydimi? Boring, sizda qo'sni bo'lgan. Xo'p, endi asabiyasiz.
Kelishib oling. Qop. Yaramas boru. Nima dedi? Qo'tqolingiz uyimi deydimi? Ko'rsatib qo'yaman, hadi kechib bo'lsin. Qo'sniga hadi ko'rsatib qo'yishim kerak boru. Yaramas qo'sni. Qilolarimni bu yoqqa bekitib qo'yuvdim yaxshi ham. Nima bo'ldi? Keluvchi qilolarimni olishim kerak. Bu yerda pistoletim, avtomatim albatta. Pistoletni bu yoqqa olaman, mayli bunaqasiga. Endi ozgina o'qlardan olishim kerak. Bu o'q bitta-bittadan o'q kelishimni tekshirib qo'yishim kerak. O'q joyida o'qlaymiz. Bo'ldi. Endi qo'sni o'zidan ko'rsin boru. Stop. Avtomatim kerak bo'lib qolishi mumkin. Avtomatni qani olamiz. O'q joyida buni ham. Va bo'ldi. Endi chiqsak bo'ladi. Birinchi o'rinda to'pmocha izlaymiz. Xullas do'stlar, keldim. Zitir har uyg'oq ekan, ularga ko'rinmasdan hal qilishim kerak. Do'stlar, buni o'zlayib, men asabim tez kerak emas edi. Endi o'zidan ko'rsin. Tak, nima qo'sningizmi? Qo'sni, uzr bo'lib ketgan sizlar uchun. Sizni uzr so'ramoqchi edim. Qalaysan, tuzimisan? Qalar? Nima? Sen kimsan o'zi? Men keluvchi bandit bo'lganman va bu qizlarni yo'q qilish uchun keldim. Kelib oldim biza. Kelasiz. Ertalab bo'lib ketgan sizlarmi? Esimda endi sinov bo'lib qoldi, asabiylashib turdim shu payt. Telefon bittasi men asabiylashib gaplashib turdim. Shu payt sen kelib qolding, senga men asabiylashib ketdim. Endi bu men umuman qiziqtirmaydi, zitir bo'libdi. Xayr keluvchi. To'xta, aql kelishimiz mumkin. Gapirson, hammasini o'ylab gapirish kerak. Men asabimga tegish kerak emas. Men tushunmadim. Zitirlar, bu yerda bandit bor. Yo'q. Avtomat islas. Zitirlar, xullas. Men senga bo'ldi, hamma ko'rdi. Endi bu qizlardan umuman bosolib chiqib ketishim kerak. Endi hamma meni ko'rasan. Bo'ldi. Anaqani ham oldim uni. Endi bu qizlardagi hammasi meni ko'radi. Endi men toqatim tor bo'ldi. Endi janob Mernovli bo'lsam kerak. Yaramas. Ertalab ham muomala qildi menga g'alati. Salom Zitir. Salom. Hey. Endi salom desa salommi deyoladi. Meni yaramas, ham bitta Zitir. Hamma jonimga tegdi. O'zi bu qizlar kelmasligim kerak edi men senga. O'zi umuman boshqa qizlar borishim kerak edi. Yo'q, bu yerdagilar yaxshi, men bularga yordam bermoqchi edim, lekin bu yaramaslar. Yaxshiliging o'rniga javob qaytarmas ekan. Yaramaslar. Meni bizdan janob Meram sotdi ekan. Avtomatim o'qlab qo'yaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum, janob Mer. Sen naqa sen qilolma qotdi. Mer, ertalab qilgan muomalangizni yo'q muomalangiz. Ertalab rosa asabiylashib turdim-da. Nimaga Zitirlar o'ldirdim, oyna qarab turdim. Endi bu qizlarni yo'q qilishim kerak, sizlarga yordam bermoqchi edim. Mana granatalar, portlaydigan narsalar. Sotda qilib ketasiz, janob Mer. Iltimos, va kelishmaymiz. Hayır. Men aniqlik aytdim, janob Mer. Yaramas. Janob deyishganingizni. Sizlar yaxshi gapiraman, janob Mer deb. Endi hamma meni ko'rsa, firmalaringni qo'zib hammasi qilib taslayman. Endi bu qizlar umuman nom o'chadi. Yo'q qilingan qizlar degan nom oladi. Bo'ldi. Bombadan qo'yaman, bo'ldi. Qizlarning yarmi yo'q bo'lsin. Ketdim. Portlasini bir kuzatib ketay, bir tomosha. Tekin tomosha. Qizlar yeri bilan bitta bo'lib ketdi. Gap yo'q. Mana kafe-ku. Yangi uchun kafe deb sotuvdi. Sizlarni ham bir bombardino qilib ketdik. Salom, ospazlar. Sen kimsan? Hozirlik kiraman.
oshpazlar, mana sizlarga ham kattagina surpriz. Ey, nima qilamiz? Qoch! Eshik yopib qo'ydi, qoch! Bo'ldi. Hamma joy tugadi. Endi men bu qissadan ketaman. Bo'ldi. Bular hammasi bular aybi. Men O'zbekistonda yo'q qilmoqchi edim. Mayli. Ketdim. Men to'g'ridan borsam bo'ldi.